Hürmetlik vatandaş leksiyonu davamlaştırmız. Endi muhakeme. Bir cümlede iki ağız muhakeme kılaylı vatandaşım. Siz görüp durupsiz azıqı leksiyada şu narsani es qildingiz ki xalqaro ittifoq qurish. Biz o'tgan nima dedik? Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Amerika Qo'shma Shtatlari mundaq organlardan chekinib chiqdi. Uning keyindan to'rbatlarda munozara qilingan masalalarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Amerika Qo'shma Shtatlari butunlay chekinib chiqamdi degan munozaralar bo'lishgan edi. Bugün hozir sizga topshirdik vatandaş. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nima dedi? Xalqaro ittifoq qurib biz Jungo'ga taqobil turganda, qarshi turganda Jungoni buning uchun, ya'ni kishilik huquqqa xiloflik qilganlik uchun og'ir badal to'latkizimiz dedi. Buning uchun Jungo Kompartiyasi og'ir badal to'laydi dedi. Demek bu yerde şundak aytishga bo'ladi ki, belki biz qiyos bilan o'tirib qo'yib boqaylik, Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan chekinib chiqadi dedi. Qayta xalqaro ittifoq qurdi. Yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining eng avvalgi gavdasi, ya'ni 46-yildan burungi gavdasi qaytadan dunyoga keladi yoki xalqaro ittifoq qaytadan dunyoga keladi. Buningga Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchilik qiladi va bundan keyin shu xalqaro ittifoq rol o'ynaydi dunyoda, ya'ni tashkiliy birlik rolini o'ynaydi dunyoda desangiz. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq bir ittifoq qurib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan chekinib chiqsa, ben hozir butunlay chekinib chiqadi deb hukm qilmadim juma vatandaş. Hozir faraz qiyos bilan sizga so'zlayapmiz, to'rbattirdi gaplar bilan. Hozir davlat ishlar kotibi Mike Pompeo dedi ki biz xalqaro ittifoq quramiz dedi. Shuning ma'nosi shu yerga bor deb tahlil qilyapmiz. O holda dunyodagi demokratik davlatlar yoki Amerika xohlagan davlatlar yoki Amerikani xohlagan davlatlar, Yaponiyadagi, Avstraliyadagi, Germaniya, Angliyadagi davlatlar bu xalqaro ittifoq qatnashadigan bo'lsa, orliq sizlarga sözüldük, xalqaro parlamentlar ittifoqligini, xalqaro parlament ittifoqining qurilganligini sizlarga sözüldük. Hozir faoliyat qilyapti bu xalqaro parlament ittifoqi. Shuningdek bir tashkiliy yoki xalqaro tashkiliy birlik o'tirg'i chiqsa, Xitoyga qanday bosim ishlatish, Xitoyga qanday qarshi turish, chunki uning kishilik huquqini dafsanda qilish qilmishiga shunday bosim bilan taqobil turish. Bu belki növbetdeki mesele bo'ladigan bo'lsa, u holda Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan chekinib chiqamdi qanday? Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotini o'zimizdan fikr bo'yicha sizga dedik, qalanda davlatlar klubi dedik. Hozir endi bu qatim bu 3 davlat kishilik huquqni dafsanda qilayotgan 3 davlat kishilik huquqning doimiy komitetiga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq doimiy komitetiga a'zo davlat bo'lib saylandi, 3 yil vazifa qurdi desa, bu bir kulkilik. Belki dünya, hozirgi dünya uchun, hozirgi demokratik dünya uchun elib berilgan bir masxara vatandaş. Bundaq ahvol ostida endi Birlashgan Davlatlar Tashkilotimi qaytadan tashkillanishi yoki xalqaro ittifoq bo'lib o'tirg'a chiqishi kerakligi va mumkinligi hozirgi leksiyada o'tirib qo'yildi. Bundan boshqa yana sizlarga yetkazadigan qisqa xabarlar bundaq vatandaşlar. Buningda nima deyildi? 2020-yil 10-oyning 14-kuni Xi Jinping dengiz armiyasi quruqliq chiqib jang qilish qismlarini bütün kuch bilan urush tayyorlik qilishga chaqiriq qildi. Endi bu Jungo 70 yildan beri qilyapti bu chaqiriqni. Hozirgacha bir ish qilgani yo'q. Shundaqdimi hozir Tayvan vaziyati jiddiylashganda buni bir misol tariqasida deb anglab qo'ysangiz bo'ladi vatandaş. Prezident Trump Jungoga qarshi turish kartini yana o'ynadi. Joe Biden saylamda uftib olsa, Jungo uftib olgan bo'lib hisoblanadi deb ko'rsatdi. Prezident Trump Xi Jinpingni cho'chitdi. Yani bir xabar, Amerika armiyasi signal bermeyla, yani ko'pchilik Prezident Trump yana qanday choralarni yo'shiryapti. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq dedi.
kelar qatam kimni embargo qilisizlar deb savol qo'ydi. Jungoning bayonotchisi Hua Chunyun. Apillo axborotdori 10 ayning 15-kuni yutib Mike Pompeo'nun degini Jungoning bayonotchisi Hua Chunyun kelar qatam kimni embargo qilisizlar deb savol qo'ydi. Buning mazmuni yaqinda o'tganda 11 nafar Hong Konglik amaldorni embargo qilgan edi. Yaqinda yana Hong Konglik amaldorlarni embargo qiladigan xabarlar yetib keldi. Daha oshkori chiqmadi u demoqtirga. Mushuninga munosabatlik davlat ishlar kotibi Mike Pompeo savol qo'ygan bo'lsa, ehtimol bu qatam endi Hong Kongda yuqori darajalik amaldorlardan kimni yana embargo qiladi. Bu endi oldimizda oshkori bo'ldigan ish vatandosh. Yana bir xabar. Prezident Trump Jungoning yolg'onchilik qilish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. imzo qo'yamdi savol belgisi ekan. Bunda qaraganda bir mahsulotni yolg'on ishlab chiqarish, xalqaro jamiyatga yolg'on xabar tarqatish, masalan, yuqumli virus to'g'risida degandek. Mushu to'g'rida davlat majlisida qonun loyiha o'tirib qo'yilsa, bu qo'yilgan qonun loyihaga prezident Trump imzo qo'yamdi. Bu bugungi bir xabar ekan. Bu 10 ayning 15-kuni YouTube xabar yozuvchi Apillo axborotdori. Prezident Trump tugide bu pul qaraydigan yillar kana Apillo axborotdorimiz. Pul qaraydigan yillarning xabari. Yana bir xabar. Moliyaga so'q nazar vatandoshim. Markaziy banka suv qo'yib berdi. Jungoning Markaziy bankasi suv qo'yib berdi hozir deydi. Ya'ni pulni qo'yib berdi jamiyatga deydi. Tarix yaratdi. Pul besib, tarqitib, qarz munosabatlarining kontrollikdan chiqib ketishidan saqlanmoqchi bo'ldi. Pul paxolligi portlagandan keyin tuvan qatlam odamlar tozalanadi. Pul besib tarqitish hammaga qodir yoki jon qutqizish paxolli emas. Pul besib tarqitishning natija beradiganligiga ishonish xurofotlikdir. Pul paxolligini to'pon balosiga qo'yib atganlikdir. Uzul kasal namratlik va zaiflikdir. Changjeshi hukumati, Germaniya Weimar hukumati, sobiq Sovetlar, Venezuela, Zimbabwe qatorliq davlat hukumatlari siz uchun ibrat elishga tegishli kona katangdir. Demek bu maliyaga so'q nazar nayti ilmi, nayti xarakterlik yani şunukova gap qiladigan torbiti vatandoshim hozir Jungoda pul paxolligi, bankadan pul qo'yib o'tish, pul besib tarqitish majburiyatida qoldi. Uning ustiga siz ko'rib yetdingiz, madaniyat inqilobigacha va madaniyat inqilobidan burun Jungo jamiyatida tarqitilgan ochliq bileti, go'sht bileti, suvmay bileti deydigan biletlar hozir yana tarqitildi birinchi bo'lib. Şinjan rayonida, yani mustamlik Uyg'uristonda tarqitildi. Shunga qaraganda iqtisod Jungoda hozir tavrinish yoki lingishib qelish emas, uzil kesil gumron bo'lish davri kirdi. Shunga diqqat qiling. Ayni chog'da masalan 1958-60 yillarda Jungo shu kunda qolgan vaqtida masalan Yaponiyadek davlatlar taka hozirgacha Germaniya yaqinda bekor qildi, Amerika bekor qildimi, qilmadimi bilmadik. Bekordan behuda yordam beradigan bir pul bor-ki, Yaponiyaning puli yaqinda bekor qilgicha Jungoga haqsiz, o'simsiz, haqsiz emas, o'simsiz beradigan puli 2 trillion yen. Yaponiya yen edi vatandoshlar. Uni bekor qilindi. Onu bekor qilib etdi. Mening anglishimcha shundoq, matning materialda ko'rgan esimda qolishim shundoq. Yaponiya uni bekor qildi. Germaniya uni bekor qildi. O'zining yordam pulini yaqinda xabarlarda ko'rdinglar. Endi Amerika shundoq yordamni bekor qildimi, qilmadimi? Men toza esimda saqlayolmadim. Vaqtda shundoq yordam qildi. Endi hozirgi vaqtda mush davlatlar Jungoga yana shundoq yordam qilandi, qilmamdi degan masala sizning ko'z oldingizga kelsin hozirgi vaziyatda vatandosh.
Agar bu davlatlar iqtisodiy jihati Jungoga bu darajada yordam qilmaydigan bo'lsa, u vaqtda Jungoning iqtisodi endi qaysi kunda qanday halok bo'ladi. Shuni kutib tursangiz bo'ldi o'tanda.